Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin Buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Badr urushining jang maydonidagi ahvollarni va Abu Jahlning o'ldirilganliklarini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Mag'lubiyat xabari Makkaga yetib bordi. Mushriklar jang maydonidan petirab ketgan padidek intayin chuvalchaq va tartibsiz holda qochqa edi. Ular cho'nqur o'ymonliq yoki tog' jilg'ilariga qarab, aqli hushini yo'qotgan holda jang maydonidan gohida to'plashib, gohida patparaq bo'lib janub tarafga qochdi. Ular nomusdan Makkaga qanday kirishni bilmaydi. Ibn Ishoq rahimahulloh mundaq deydi. Qurayshlarning mag'lubiyat xabarini Makkaga tunji bo'lib elib kirgan kishi Haysimon ibn Abdullah Xuzai bo'ldi. U Makkaga kiribdi, kishilar yig'ilib, "Kayningdikilar qani?" deb so'rashdi. Haysimon intayin halsirgan holda, "Ular yo'q. Utba ibn Rayba, Shayba ibn Rayba, Abul Hakam, Abul Jahil ibn Hisham, Umayya ibn Xalaflar o'ldirildi" deb Quraysh katalaridan bir qancha kishini tilga oldi. Haysimon Quraysh katalaridan Badrda o'ldirilganlarni, faloni o'ldirildi, pustoni asir ilib ketildi deb bir-birlab sanab bergili turibdi. Safvan ibn Umayya, u bu chaqda Kabening hijri tarafida o'ltiratdi. "Azbray xudo, bu aqlidan adishib qopti. Uningdan meni so'rab biqinglar" dedi. Kishilar uningdan Safvan ibn Umayya qandaq bo'ldi deb so'radi Haysimon. "Ana, Safvan degan o hijrda o'ltirmamdi. Alloh bilan qasam qilamanki, men uning otasi va qarindishining o'ldirilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim" deb Safvonni sa'gitib qo'ydi. Abu Rafi raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ozod gardishi mundaq degan: "Men aslida Abbos ibn Abdul Muttalibning quli chakiri edim. Bizning oilaga islom xeyli burunlar nur chashqa edi. Abbos, Ummul Fazli va men burun musulmon bo'lgan edik. Biroq Abbos o'zining musulmon bo'lganligini yushirib kelyotdi. Badr urushida Abbosning qarindishi Abu Lahab urushga chiqmay Makkada qolgan edi. U Haysimon ilib kelgan xabarni anglab, yer bilan tang bo'lib ketdi va qattiq xo'rlik his qilib, o'zini qo'yadigan yer topolmay qoldi. Biz ko'nglimizda xushal bo'ldik. Kuch-quvvat va sharaf his qildik. Men tinim ojiz bir qul bo'lib, faqat oyoqchilik hunari bilan shug'ullandim. Men uni Zamzam buluqining yonidagi bir hujrada uyub suhbatlaydim. Alloh bilan qasamki, men shu kuni shu hujrada o'z hunurim bilan mashg'ul edim. Yenimda Ummul Fazli Abbosning ayoli o'ltiratdi. Ikkimiz iliqi xabar ustida paranglashib o'ltiratdik. Ushtumtut Abu Lahab intayin g'amkin holda eg'ir qadamlar bilan paypaslab keldi va hujrning oldida o'ltirdi. Men hujrning ichida uning kayndila turdim. Shu fursatda kishilar uningga: "Mana Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib qaytib kelibdi" deyishdi. Abu Lahab tasdiqda o'rnidan turib: "Bu yoq kel o'g'lim, jazm qilamanki, sen haqoqatan yaxshi xabar ilib kelding" dedi. Shunun bilan Abu Sufyan ibn Haris Abu Lahabning yoniga kelib o'ltirdi. Odamlar sanjaq bo'lib atrofda o'ra turadi. Abu Lahab uningga: "Ey qarindishimning o'g'li." Abu Lahab bilan Abu Sufyanning dadisi Haris ana bir qarindoshlar edi. "Shu odamlarning ahvoli qanday bo'lib ketdi? Menga aynan bir so'zlab bergina" dedi. Abu Sufyan: "Qanday bo'ladi? Biz ularga avval qo'l soldik. Orqadan bo'lolmay dumbimizni tutib berdik. Ular xalgancha chepib, xalgancha asir oldi. Alloh bilan qasamki, men shundaqdimi gunohni hargiz o'z odamlarimizga qo'ymayman. Chunki biz osmonning qa'rida chilan to'riq otlarga minib olgan oq to'lliq yo'chila odamlar bilan urushdik. Ularga hech narsa kor qilmaydi ekan" dedi. Abu Rafi raziyallohu anhu mundaq deydi: "Gap mush yerga kelganda, men hujrning pardasini o'rib turib, Azbroyi xudo, ashlar chuqum farishtalar dedim. Abu Lahab qo'lini shiltib ingikimga qattiq birni urdi.
Şunun bilan men uning etildim. U meni ko'tarib yerga atdi. Andan ostiga besib urg'uli turdi. Uningga kuchim yetmedi. Bu chog'da Ummul Fazli o'rnidan turib, hujrning yog'ochlaridan bir baldoqni qo'liga oldi-da, uning bilan Abu Lahabning beshiga urib uni yaralandirdi. Va uni "Xo'jayini yo'q deb bo'zaq qilmoqchimisan?" deb izo yog'dirdi. Shuning bilan Abu Lahab beshini tutgan holda osal ahvolga tushib qaytib ketdi. Allah bilan qasamki, u shuningdan 7-8 kun keyin adas kesiliga mubtalo bo'lib o'ldi. Adas kesili arablar shumpal oladigan bir xil qabih jarohat kesili edi. Shunga uni avlodlarimi tashlab etdi. Hatto uning o'liki shu peti 3 kun turib qoldi. Oxir bo'lmay, kishilar uni o'lgan yeriga yaqin bir joyga o'rak qo'lab, tayoq to'qmoqlar bilan ittirib, tosh kesaklar bilan ko'mivetdi. Makkinliklar Badr jang maydonidagi fojialik mag'lubiyat xabarini mana shunda xo'rliq va qayg'u olam ichida angladi. Va bu ish ularga intayin og'ir keldi. Hatto ular musulmonlarni xushal bo'lib kulmasligi uchun o'liklariga yig'lashni va marsiya o'qishni chekladi. Hammadan qiziq bo'lgani shuki, Makkalik Asvad ibn Muttallib degan kishining 3 o'g'lining hammasi Badrda o'ldirilgan edi. Uni o'g'illariga yig'lab marsiya o'qib, ko'nglidagi hasratini yeniklitib olg'usi kelatdi. Uning ustiga u ko'zi ko'r odam edi. Bir kechasi u xotinning yig'a ovozini angladi-da chaqirga: "Darhol berib yig'lashga ruxsat qilinibdimi o'qib kelgin. Menmo o'g'lim Abu Hakim uchun yig'lab olay. Mening ich bag'rim kuyib kul bo'lib ketdi" dedi. Shu bilan chaqar berib, u degan to'gisi yo'qab ketgan xotin ekan, shuni yig'lab etibdi deb kelivdi. Asvad o'zini tuta olmay boqildab yig'lab ketdi va munu marsiyani o'qidi. To'ygan ozg'onga yig'lamsan o'zingni qilib bidor. To'yga emas Badrga yig'lash kerak zoru zor. Bani Asis va Mahzum Abul Valid jamati Badrda bo'ldi halok, ular emasmidi zardor. Yig'lashqa kerak bo'lsa yig'lang siz Uqaylimga. Harisqa o'qib marsi ish izini qiling izhor. Hammaga yig'lash kerak nomini qilib tasmi. Bo'libmu Abul Hakim tangdossiz idi zinhor. Ulardan keyin bu duoga xo'ja bo'ldi yo'chun allar. Agar bo'lmasa Badri, bular bo'lmas idi sardor. G'alaba xabari Madinaga yetib keldi. Urush g'alabalik oyoqlashgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madina xalqiga oldin xush xabar yetkazish uchun 2 xabarchini yo'lga soldi. Ularning biri Abdullah ibn Ravaha roziyallohu anhu Madinaning yuqori tarafiga, yana biri Zayd ibn Haris roziyallohu anhu Madinaning tuvan tarafiga avatildi. Bu 2 xabarchi Madinaga kelgicha Yahudilar va munofiqlar o'zaro eg'iz burun yalishib, fitna eg'va tarqitib, Madinada eg'ir ansizchilik paydo qilgan edi. Hatto ular hech qanday asossizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ldiribdimish degan shum xabarni tarqatdi. Bir munofiq Zayd ibn Haris roziyallohu anhuning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Qasvai degan to'ygisiga minib Iroqdan kelayotganligini ko'rib, "Men demadimmi? Muhammad vasallam cho'qim o'libdi. Mana avu uning biz biladigan to'ygisi." Ustida Zayd ibn Haris qo'rqinishdan nima deyarini bilolmay ruhi sunuq beshtuvan kelyotmamdi, dedi. Elchilar yetib kelivdi. Musulmonlar ularni oraga elib, xush xabarlarni kayni-kayindan anglashga boshladi. Anglag'anlar anglamaganlarga yetkazatdi. Oxir ularning dili tindi. Jamoat shod-xuramlikqa cho'mdi. Madina ko'chalarining hamma yerida takbir va tahsin sadosi yangridi. Madinada qolgan musulmonlarning vakillari tashkillanib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning g'alabasini tabriklash uchun Badr yo'liga qarab atlandi. Usama roziyallohu anhu mundaq degan: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Osmon ibn Affondagi qizi Ruqiyani dafna qilayotganda iliqi xush xabarni angladik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni Osmon bilan billa qizi Ruqiyaning kesiliga qarashqa qoldirgan edi."
Musulmonlarning qo'shini Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Jang oxirlashgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badrda 3 kun turib, 4-kuni atigan qo'zg'almoqchi bo'lib edi. Yo'lga chiqish oldida qo'shin ichida g'animat to'g'riliq ixtilof yuz berdi. Bu ixtilof borgan sari kuchaygili turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinga qo'llaridagi barliq g'animatlarni umumga topshirib berishga buyruq tushirdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning deganida qildi. Andin bu haqda vahiy nozil bo'ldi. Ubada ibn Samit roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Badr urushiga chiqdik. İki taraf keskin ilishdik. Axir Allah Taala düşmanni mag'lub qilib berdi. Bu chaqda bir bölük kişiler düşmanni qo'g'lab zarba berishga kirishdi. Yana bir bölük kişiler düşman tashlab qochgan mol mulklarni va o'ldirilganlarning qoral yaroqlarini yig'ishga boshladi. Üçüncü bir turkumdagilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yenidan ayrilmay, uni düşmanning tuyuqsiz hujumidan qo'g'didi. Hatta bir chaqda kech kirib, hammaylan jam bo'lib edi, g'animat o'ljilarini yig'ib to'plaganlar. G'animatni biz yig'ib jug'ladik. Buningda boshqalarning haqqi yo'q, deyishdi. Düşmanni qo'g'lab chiqib ketganlar: "G'animatga biz eng haqliq, chunki düşmanni biz chekindirdik. Boshqalarga tayyorga hayyor bo'lishni durust emas", deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dab turganlar: "Biz Rasulullohga düşman tuyuqsiz qo'l silishdan ansirab bu yerda qoldik", deyishdi. Dal mushu chaqda Alloh vahiy nozil qilib: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sahobilaring g'animatlarni qandoq taqsim qilish to'g'riliq sendan so'rashidi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Alloh va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. İxtilof qilishmay ittifoq bo'lib aranglarni tuzanglar. Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Alloh va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar." Qur'on Karim sura Anfal 8-sura 1-oyat. Şunun bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'animatlarni yig'ib olib musulmonlarga Alloh taolaning mushu ko'rsatmasi bo'yicha taqsim qilib berdi. Badrda 3 kun turgandan keyin qo'shin Madinaga qarab qo'zg'aldi. Asirlar yanda yalab birga ilib mengildi va mushriklardan tortib olingan g'animatlarga Abdullah ibn Kayb roziyallohu anhu mas'ul qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badri vodisidan chiqib, Safroi jilg'isidan o'tib, Safroi bilan Noziya o'rtasidagi tuzanglikka tushdi va bu yerda g'animatlardan 5dan birini ayirib olib, muhojirlarga bab-baravar tangshab taqsim qilib berdi. Safroga yetib borganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Nazri ibn Harisni o'limga buyurdi. U bu qitimqi urushda mushriklar qo'shinining alamdori va Quraysh mushriklarining kattibishi bo'lganning ustiga ilgari islom diniga haqorat qilgan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga intayin og'ir kulfatlarni yetkazgan va ashaddiy dushmanlik qilgan badbaxt edi. Shuning bilan uni Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu elib chiqib qilish bilan chepib o'ldirdi. Andin yo'lini davomlashtirib Irqa Rabiya degan joyga yetib kelganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shini to'xtatib Uqba ibn Abi Muaytni o'limga buyurdi. Hammaga ma'lumki, oldingi boblarda tilga ilib o'tganimizdek, Uqba ibn Abi Umaytning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qilgan aziyat kulfatlari haddi hisobsiz edi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'ba yinida namozda sajda bosh qo'yganida to'gining po'q yilillarini ilib kelib, uning bo'yniga ortib qo'ygan badbaxt dal mushu edi. Yana bir kuni belidagi potisi bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning gelini boqqan. Abu Bakri to'sib olmagan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'ldirib atkil tas qolganmi mushu mal'un edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni o'limga buyurdi, uni Sobit ibn Osim roziyallohu anhu o'ldirdi. Yana bir so'zda Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu o'ldirgan deyiladi.
Bu ikki müşrikka ölüm cəzası beriş ləşkəri intizam nöqtəsini elib etqanda tolumu zürür bulub qalğan idi. Çünki ular əsrlər qatarıdakı ikki əsrlər emas, bəlkə hazırkı zaman atalğusu boyunca etqandımı bu qitimqi urushdiki urush cinayətlərinin ən çoğ katı başlarından idi. Təbrik elçiləri. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Rəvhağa yetib gəlgəndə Mədinədən Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin qələbəsini təbrikləş üçün çıxan musulmanların elçilərinə yoluxdu. Ular Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm üçün qızğın təbrik sadalarını yanıratdı. Bu çağda Səlimə ibn Səlamə raziyallahu anhu degan sahabə ularga "Bizni niməyə təbrikləydinlər? Biz faqat cansız cəsəddək paynak baş, qeyri xotun kəbi adamlar bilan ilişdik xalas" degan idi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm külüb saldı və ular degan tuluq qurallanğan küçlü qoşun birodar deb qoydu. Ömək əzalarından Usayd ibn Huzayrə raziyallahu anhu: "Ey Rasulullah, Xudoga shukri, u sana nusrat ata qilibdi və seni xoşal qaytib kelishga nisb etibdi. Biz seni karavonni to'sqili chiqib ketdi deb o'ylabdik. Düşman bilan tutuşib qalar demabdik. Özümni alsam, sening düşman bilan qurolliq ilishishingni bilsam edim, hargiz ayrilib qalmaydim" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Rost deysan" dedi. Andin yo'lini davomlashtirib Madinaga zafar quchgan holda kirib keldi. Bu chaqda onundan Madina ichi va sirtidagi dushman kuchlar qo'rqib ayminadigan bo'ldi. Madina aholisidan nurg'un kishilar o'zlarining musulmon bo'lganligini jakarladi. Hatto shu kuni Abdullah ibn Ubay va uning yon tayoqchilari ko'rinishda musulmon bo'lib qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga yetib kelgan kunning ertasi asrlarmi elib kelindi. Şunun bilan Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm ularni sahabelərə tarqıtıb berdi və ularga yaxşı muamele qilishni tavsiya qildi. Bunun bilan sahabelər özü xurma və meyve çivilərini yeb əsirlərə aşnan berib baxdı. Əsirlər məsələsi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Mədinəyə yetib gəlgəndən keyin sahabelərə əsirlər toğrusida məsləhət saldı. Əbu Bəkr raziyallahu anhu mundaq dedi: "Ey Rasulullah, bular öz tağlarımız və öz qavm qeyrindaşlarımız. Meningcə ulardan töləm ilib qoyvatsakmikin? Ular biz üçün bir obdan məbləğ bulub qalğudak. Küçümüzni tuluqlayalğudakmiz. Bularını Allah Taala hidayət qılıb yaxşı adam qılıversə əcəb emas" dedi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Ömər raziyallahu anhuga qarab: "Sən qandaq qaraysan, ey İbn Xattab?" deb sordu. Ömər raziyallahu anhu mundaq deydi: "Şunun bilan mən turub, ey Rasulullah, Allah bilan qasam ki, mən Əbu Bəkrdə qarmayman. Mən şunda qarayman ki, mənə palalını bergin. O özümnin yaqin bir tuqqini idi. Onu özüm öldürey. Əliga Uqayl ibn Əbu Talibni bergin. Onu Əli öldürsün. Həmzəyə onun qeyrindishi palanını Abbasın deməkçi bergin. Onu Həmzə öldürsün. Şunda qılğanda andın Allah'ın aldıda bizning dilimizdə müşriklərə qarta qılca yol qoyuş mövcud emasligi isbatlandı. Onun üstüge bularning hamısı degudek katta baş əməldarlar və aldı beş ot quyruqçılar" dedim. Şundaqdımı Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm Əbu Bəkr raziyallahu anhu'nun fikriga moyil bo'lib, mening fikrimni qo'llamadi və ulardan töləm tölütüb aldı. Ədisi ətdigən Rasulullah sallallahu alayhi və səlləmnin qışığa barsam, o Əbu Bəkr raziyallahu anhu bilan yığılab etibdi. Mən: "Ey Rasulullah, işkinlar nemişqi yığılaysizlar? Mənə aytib beringlar, yığılğudak iş bolsa mənmi yığılarman? Yıxa tapalmsam közümni yığığı zorlarman" desem, Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm "Mənə aşu səbdaşların əsirlərdən töləm alğanlığı səbəbindən göstərilən görünüşləri üçün yığılaymiz. Mənə onların azab qılınıyatqanlığı muşu dərəxtin yaqın yerdə göstərildi" dedi və yaqın dərəxtni göstərdi. Bu haqda Allah Taala tövəndəki ayətni nazil qıldı. Peyğəmbərə ziminda düşmanni köprək öldürməy turub, yəni müşriklikning hayvisini yo'qitib, islomga quvvat bermay turib, əsirlərdən fidya ilish loyiq emas idi. Ey müminlər, sizlər fidya ilish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar.
Allah sizlarga oxiratni, ya'ni oxiratning savobini tillaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allohning uchuq cheklamagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azlisi bo'lmasa edi, asrlardan fidya olganliqinglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'latdinglar. Qur'on Karim Sura Anfal 8-sura 67-68 oyatlar. Bu oyatda tilg'ilingan Allohning hukmi azlisi, Allah Taala'nın andin ularni ihson qilish yuzasidan qo'yib beringlar. Qur'on Karim Sura Muhammad 47-sura 4-oyatning bir qismi degan so'zidagi hukm edi. Buningda asrlardan fidya ilishga ruxsat bor edi. Shunga ular azobga duchor qilinmadi. Faqat tapa malomatga yo'liqdi. Chunki ular zaminda mushriklarni ko'proq o'ldirib, ularning hayvisini yerga urmay turib, mushriklarni asir ilishga kirishib ketdi. Ondan ular yana bu jinoyatchi unsurlardan fidya ilishni ravo ko'rdi. Halbuki bular faqat urush asirlarla emas, balki hozirgi zamon atalg'usi bilan aytsak, urush jinoyatlarining katta boshlari edi. Bundaqlarni hozirgi zamon urush qonunimi qat'iy sotlaydi va jazolaydi. Bularga ko'pincha hollarda o'lim jazosi beriladi yoki umrlik qamoq jazosi hukm qilinadi albatta. Demek, oxirgi kengash natijasi Abu Bakr raziyallohu anhuning rohiga qaror topdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulardan fidya ilib qo'yibdi. Fidya miqdori 4000 dirham bilan 3000 dirham oralig'ida bo'ldi. Eng tuvan bo'lganda 1000 dirham to'ladi. Mekkeliklar xat yozalaydi. Şuna əsrlər içidən töləm töləşkə iqtisadi yetməydiganlar Mədiniliklərinin ballarından 10 ösmürgə xat yeziş və oquşni pishiq ögətkəndən keyin qoyub etildi. Şunun bilan billa Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yana bir qancha əsrgə alayida kechirim iltifat qilib töləmsiz qoyub etdi. Ularning ishida Muttalib ibn Hantab, Sayfi ibn Abi Rifa'a və Uhud urushida, ya'ni əsrga tushib o'limga buyurilgan tafsiloti keyin keladi. Abul Izza Jumahilarmi bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana kuyu o'g'li Abul Astin Zaynabning yo'lini bo'shtib qo'yish sharti bilan to'lamni kechirim qildi. Zeynep raziyallohu anha erining fidya haqqini to'lash uchun ma'lum miqdorda mol-mata avatgan edi. O avatgan mollar ichida to'y kuni uning onasi Xadija raziyallohu anha bo'yniga isib qo'ygan bir tal monchaqmi bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu monchaqni ko'rib qattiq ichi serildi və sahabelərdən Əbul Asni fidyəsiz qoyutishni ötündü. Sahabelər qoşulğandan keyin onu Zeynəbni Mədinəyə yolğa selivitiş şərti bilan qoyuvetdi. Şunun bilan Əbul As Məkkəyə beribla Zeynəbni yolğa silivetdi. Zeynəb hicret qilib chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Haris raziyallohu anhu bilan ansarlardan bir odamni Zeynəb raziyallohu anhuning oldiga chiqartdi. Sizlar Batni Ya'aj degan yerga berib Zeynəbni saqlab turinglar. U Məkkədən chiqsa hamroh bo'lib ilib kelinglar degan edi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning deganida qilishdi va uni Madinaga ilib keldi. Lekin Zeynəb raziyallohu anhaning sabri qiyin ham mushkul bo'lgan edi. Asrlar ichida yana Qurayshlarning yetishgan notiqi Suhayl ibn Amrumi bor edi. Növbət bununğa kelgəndə Ömər ibn Xattab raziyallahu anhu: "Ey Rasulullah, mənə ruxsat qılğın. Mən Suhaylning 2 tişini soğurub alay. O bunundan keyin ikinci bir sorunda valaqlab sana til uzatıb yürmüsün?" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu talabga qo'shilmadi. Chunki bunda qilish musla qilganlik, ya'ni tan jazosi berganlik bo'ladi. Bu Alloh taolaning g'azabini keltiradigan ish edi. Şu mezgillarda yana Said ibn Nu'man degan kishi Makkaga umra hajga borgan bo'lib, Abu Sufyan uni tutqun qilib olgan edi. Abu Sufyanning bir o'g'li Amru ibn Abu Sufyan musulmonlarning qo'liga asirda edi. Shunga musulmonlar uni Amru ibn Abu Sufyanga almashtirdi. Qur'on Karimda bu qitimqi urush haqida to'xtalganligi.
Shu esnada bu qitimqi urushni ko'rdigan holda sura Anfal nozil bo'ldi. Bu sura mushu urushqa qarata e'lon qilingan ilohiy obzor. Agar mushundaq atash to'g'ri bo'lgan taqdirda. Odatdagi podshoh va qo'mondonlarning g'alabidan keyin e'lon qilingan bayonot va obzorlardan ko'p farqlanadi. Alayli. Allah Taala bu bayonotida birinchi qilib, musulmonlarni o'zlarini mukammallashtirishga va kamchiliklarni to'liqlashga tirishsin uchun ularning nazarini o'zlarida saqlanayotgan va yili ham sodir bo'layotgan kamchiliklarga va axloqiy masalalarga qaratdi. İkinci qilib, Allah Taala bu qitimqi urushda musulmonlarga iltifot qilgan zo'r g'oyibi yordam va madadlarini tilga ilib, ularga o'zlarining shijoat va jasoratiga ishinib ketib, mag'rurlik va takabburlik patqiga petib qolmaslikqa, balki hamma ishda Allah Taolaga tavakkul qilish, Allah Taolaga itoat qilish va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga itoat qilishning zarurligiga ogohlantirish berdi. Onundan keyin musulmonlarga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu qonliq to'qinishda qadam qo'yishidagi yuksak va g'oya va ulug'vor nishonlarni bayon qildi hamda ularga jang maydonlarida ustunlikni egallash va nusrat qozonishga sabab bo'ladigan oliyjanob sifatlar va axloqiy fazilatlarni tunishtirdi. Üçüncü qadamda mushriklar, munofiqlar, yahudilar va rejim ostidagi asirlarga xitob qilib, nihoyat baliq so'z iboralar bilan ularga chiroyli vaz nasihatlarni qildi. Ularni haqiqatga tan berib va amaliyatiga bo'ysunib tinchlik yo'lini tutishga chaqirdi. Arqadan musulmonlar amisiga g'animat to'g'riliq so'z qilib, bu masalaga aloqador prinsip va qonunlarni yo'lga qo'ydi. Ondan islom davati urush davriga qadam qo'ygandan keyinki urush va janglarni Cahiliyetçe uruş ve tacavuzçılardan farqlantirish, musulmonlarda axloq qimmat qarashi va yaxshi ish harakatlarga ulga bo'lish ruhini yetildirish va xalq olamga islom dinining faqat quruq nazariya tashviqotila emas, balki e'tiqodchilarni o'zi tashabbus qilgan qoida, qonun va prinsiplar bilan amaliy tarbiyalaydigan mukammal din ekanligini uqtirish uchun urush va tinchlik davriga jiddiy zarur bo'lgan boshqa qonun nizomlarni bayon qildi va yo'lga qo'ydi. Oxirida islom davlati tavalligida yashaydigan musulmonlar bilan chegara sirtidagi musulmonlarning o'ttirsini farqlantiradigan islom davlati asosiy qonunining qo'shimcha moddallarini bekitib berdi va uni e'lon qildi. Shu yili yana Hijriyaning 2-yili Ramazon oyida roza tutish farz qilindi va fitr sadaqasini ado qilish belgilandi. Shundaqla boshqa farz zakotlarning o'lcham andizlari e'lon qilindi. Bu sadiqa fitri va boshqa farz zakot qatorliq majburiy va yerim majburiy iqtisodiy hukmlarning yo'lga qo'yilishi tijorat va kasb qilishga qurbi yetmagan nurg'un kambag'al muhojirlar va musofirlarning turmush qiyinchiligini yengillatdi. Musulmonlar tarixidagi eng ko'ngillik va qaltis xushallik baxsh etgan unutilg'usiz ishlarning biri ular Badr urushida qo'lga keltirgan g'oyat zo'r g'alabining orqasidilla Shavvol oyida yo'lga qo'yilgan ro'za hid xushalliqi bo'ldi. Bu hid Alloh taborak va taolo musulmonlarning beshiga nusrat va izzat tojini kiydirgandan keyinla iltifot qilgan eng ma'nilik va xushal xo'ram hid ayon bo'lganidir. Musulmonlar Allah Taalaning ularga iltifot qilgan ne'matlariga, ato qilgan g'alibat nusratlariga va uni muni oyatida yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Bakka zaminida oz sonliq bo'lib bo'zaq qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Qur'oni Karim Sura Anfal 8-sura 26-oyat deb alohida tilga olganligiga qattiq suyunib, uylaridan tortib takbir va tahsin sadolarini yangritib berib dog'dug'liq kayfiyat ichida ashu hid namozini ado qildi. Shunday qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglovchi do'stlar.
Biz Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləmnin tərcümə hali yazılğan Şirin Bulaq degan kitabni o'qishni davomlashtiryapmiz. Aldın qismda Bədir urushining g'alabi bilan oyoqlashganligini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Bədir urushi bilan Uhud urushi oralig'idagi lashkariy harakatlar. Bədir urushi tarixda musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida yuz bergan tunji qurolliq to'qinish. Shundaqla musulmonlarning mutlaq ustunlikni egalligini butun arablarga e'tirof qildirgan bir qitimliq hal qilg'uch jang bo'ldi. Bu jangdagi g'alaba mevasidan shumliq his qilg'uvchilar yanada janggohda talofatda yo'liqqan mushriklar va yoki musulmonlarning izzat va g'alabasini o'zlarining diniy va iqtisodiy tumurga urilgan o'tkir nashtar deb qaraydigan yahudilar edi. Şoňa bu iki guruh düşmän kuchlar shu kundan e'tiboran musulmonlarga qarata g'azab o'tida o'rtinib, dard-alam cho'g'larida puchunishga boshladi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Yahudilar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq düşmän ishkanligini cho'qim bayqaysan." Qur'on Karim Sura Maid 5-sura 82-oyatning bir qismi. Мәдинеде ашу iki guruh düşmanning Abdullah ibn Ubay boshchiligidagi bir turkum o't quyruq g'alchilari bor bo'lib, ular vaziyatning taqozosi bilan musulmon bo'lib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo ularning islom diniga tutgan maydoni oldingi iki guruhnikidan hargiz qilishmaydi. Bu yerda yana 4-turkumdagi bir firqa qari kuchlarimi xavf-xatar bo'lib turmoqda edi. Ular Madina atrofi rayonlarida o'ltiraqlashgan badaviy arablar bo'lib, ularning iymon, kufr deganlar bilan kori yo'q edi. Ular faqat bulash, talash va qaroqchilik qilishga odatlangan edi. Shunga ular musulmonlarning bu g'alabasini ko'rib sarosimaga tushdi. Ular Madinada kuchli bir davlat qurilib qilib, o'zlarining qaroqchilik va bulangchilik bilan turmush kechirish yo'lini to'sib qo'yishidan ansirab, musulmonlarga o'chmanlik qilishga boshladi. Hatto amaliy dushmanlashish maydonga o'tdi. Xo'sh, mana mushundaq har xil xavf-xatarlar musulmonlarni har tarafdan qo'rshavga oldi. Lekin bu guruhlarning tanlagan yo'li bir-biriga qat'iy o'xshamaydigan bo'lib, har bir firqa o'zlarining nishon maqsadlariga yetish uchun o'ziga xos bir xil yo'l va bir xil maslakni tanlagan edi. Madina ichidagi munofiqlar ko'rinishda islomni izhor qilib, ostiridan islom diniga qarshi suiqasd, hilm-mikr, qutratquluq va ig'vogarchilik harakatlari bilan shug'ullanayotgan bir paytda bir bo'lak yahudilar qasdan islom bilan o'chakishib, dushmanlashish va qarshilashish yo'lini tutdi. Makka doirlarimi keng ko'lamda hujum qilib intiqomimizni olamiz deb davransidib umumyuzlik urush tayyorligi chaqirig'ini e'lon qildi. Amaliyotdami ular Madina tavasiga keng ko'lamda hujum qo'zg'ab kelib, tarixdagi Uhud urushini qo'zg'adi. Bu urushda musulmonlar og'ir talofatga yo'liqdi va ularning nom-obro'yimi zo'r daxli taruzga uchirdi. Musulmonlar mana shunda xavf-xatarning oldini olish uchun ajoyib zo'r badallarni to'ladi va muhim rollarni o'ynadi. Buningga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yuksak harbiy qo'mondonlik talanti, siyosiy masalalarga bo'lgan yuqori sezgurligi va har xil xavf-xatarlarni yaxshi bir taraf qilish uchun dona tadbir qo'llanadigan o'tkir aql farosati yana bir qitim namoyon bo'ldi. Tuvandagi qurlar shuning kichikiltirilgan tasviridir. Bani Sulaym jengi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badri jengidan qaytib kelib uzoq o'tmay, G'atfon qabilasi Bani Sulaym jamoatining Madinaga hujum qilish uchun kuch tashkillayotganligidan xabar topdi. Shunga u 200 otliq qo'shin bilan ular to'planayotgan yerga ushtumtut bostirib berib, Kidir degan joydagi qarorgohgacha ishkirlab kirdi. Bu chaqda Bani Sulaym xalqi yayloqdagi 500lik to'ga charolarini tashlab, burun jinini joylab tikib etishgan edi. Shuning bilan bu mollarga Madina taraf igdorchilik qildi va uningdan 5dan biri ayrilib bo'lgandan keyin qo'shin ichida taqsim qilib berildi.
Her bir adamga 2dan 4ga tekka edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Yasar ismlik bir qul taqsim qilingan bo'lib, u uni ozod qilib etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu yerda 3 kun turgandan keyin ondan Madinaga qaytdi. Bu jang Hijriyaning 2-yili Shavvol oyida Badr jangidan qaytib kelib 7 kundan keyin bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rniga Madinada Siboi ibn Arqota raziyallohu anhuni qoldirgan. Yana bir so'zda Abdullah ibn Ummu Maktum raziyallohu anhuni qoldirgan deyiladi. Amalga oshmagan suiqasd. Mushriklar Badrdagi fojialik mag'lubiyatdan g'azab o'tida o'rtinayotdi. Butkul Makka Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarata qozonda qaynamoqda. Oxiri Makkaning qaram talabalaridan ikkisi bu ixtilof va jidal majraning boshqalisi va ashu xo'rliq ar-nomuslarning o'zlarining qarashicha manbai Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qaslab o'ldirishni planladi. Buning jarayoni mundaq bo'ldi. Badr vaqasidan oz vaqt keyin Umayr ibn Vahabil Jumahi bilan Savfon ibn Umayya Kabining Hijri degan yerda o'ltirib kechlik parang'i tushdi. Umayr Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga to'la aziyat yetkazdigan o't quyruqi shaytonlarning biri edi. Uning o'g'li Vahab ibn Umayr Badrda musulmonlar tarafidan asirga ilingan. Şuna ular parang davomida Badri fojiasini va ko'mitilganlarning echinishli ko'rinishlarini eslashdi. Safvan ibn Umayya mundaq dedi: "Azbroy Xudo, bizning hayot qolganimiz nihoyat yaxshi bo'ldi." Onunğa javoban Umayr ibn Vahab: "Rost deysan. Ilohim, men qasam qila olaymanki, navoda mening zimmamda nurg'un qarzlarim bo'lmagan bo'lsa, ham bola-chaqalarimning xonavayron bo'lib ketishidan ansirmagan bo'lsam, Muhammadning sallallohu alayhi va sallam qishig'a berib uni o'ltirib etgan bo'latdim. Chunki mening ularning oldiga berishimga to'liq bahonam asosim bor. O'g'lim ularning qo'lida, asorat turmoqda." dedi. Bu chaqda Saffon bu oltin fursatni g'animat bildi va "Undaq yaxshi niyating bo'lsa, qarzlaring mening zimmamda qolsin. Uni men ado qilib etay. Bola-chaqangga kelsak, uni men o'z bola-chaqalarim o'xshash ko'ray yoki ularga mangulik atadorchilik qilay. Ularning har qanday ishi mening zimmamda qolsin" dedi. Shuning bilan Umayr uningga: "Undaq bo'lsa, bu ishni qat'iy sir tutqin. Vujudga chiqquncha ikkimizdan o'zga insijin uqmusun" dedi. Saffon: "Albatta shunday qilaman" dedi. Ular bu suiqasd planini intayin maxfiy ravishda bitkizgandan keyin Umayr qilichini alaytin jikilab chaqlatdi va kuchlik zahar bilan sug'urib qiniga soldi. Ondan yo'lga chiqib untinsiz safarini davomlashtirib, oxiri Madinaga yetib keldi. Umayr Madinada Udul Masjidi Nabivining oldiga berib, masjid darvozasi oldida to'gisini cho'ktirib uni Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Bu chaqda u bir bo'lak musulmonlar bilan jang haqida paranglashib ko'rib qoldi va "Xudoning dushmani it Umayr chuqum yaxshi niyat bilan kelmidi" dedi. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga kirib: "Ey Rasululloh, Allohning dushmani Umayr qilichi isiqlik kepti" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Uni mening qishimga boshlab kirgin" dedi. Uninggacha Umayr Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uyiga mang'aydi. Umar roziyallohu anhu uningga qilishni tanlab to'xtatib qo'ydi va Ansar yigitlaridan bir qanchaylarga: "Sizlar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga kirib turinglar va bu xabisdan faqas bo'linglar. Uningdan amin bo'lg'ili olmaydi" dedi. Ondan uni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga ilib kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ko'rib, Umar roziyallohu anhu texicha uning gejgisiga qilishni tanlab turadi. "Uni qo'yvat, ey Umar. Umayr, sen yaqinroq kel" dedi. Umayr Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yaqin kelib: "Xayrlik sahar Muhammad sallallohu alayhi va sallam" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Umayr, Allah bizga sening bu salomingdan yaxshiroq bir salomni iltifot qildi.
Assalomu alaykum. Bu jannat ahlining salimidir, dedi. Ondan onundan. Nima deb kelding? Deb so'radi. Umayr. Sizlar tutib turayotgan ashu asrin deb keldim. Onunga ihson qilib qo'yvatsanglar, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Undaq bo'lsa, yiningga qilich esib kelganing nimasi? Deb so'radi. Umayr. Bundaq qilishlarni dod besib ketgan ilohim. Bu qarg'ish tekkur qilishlar bizga nima qarg'i keldi? Deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Rost gap qil, zodi nim deb kelding? Degaydi Umayr. Rost aytdim, men faqat mushi ish uchun keldim xolos, deb turib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Undaq emasdi. Belki sen Safvan ibn Umayya bilan hijrida o'ltirib, Badri fojiasini eslashgansan. Ondan sen gadinimda qarzim bo'lmagan bo'lsa, kichik bolalarimning xonavayron bo'lib ketishdan qo'rqmagan bo'lsam, albatta Madinaga berib Muhammadni sallallohu alayhi va sallam o'ldiratgan bo'latdim degansan. Shuning bilan Safvan sen meni o'ldirib etish sharti bilan sening zimmangdagi qarzlaringni va bola-chaqalaringning nafiqatini ustiga olgandi. Allah sizlarning 3-shaxs uqmagan bu siringlarni men xabar qildi, dedi. Shuning bilan Umar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, men sening Allohning payg'ambari ekanligingga amdi iqror bo'ldim. Ey Rasululloh, sen bizga yetkizgan Allohning vahiylarini yolg'on deb inkor qilib ketganmiz. Bu qitimqi ishimizni men va Safvandan o'zga insijin uqmag'aydi. Endi bildimki, buni sana chuqum Allah xabar qilib qo'yibdi. Xudoga shukri, u meni islomga hidoyat qilibdi va meni mushi yerga o'zi boshlab kelibdi", dedi. Ondan kalima shahodat aytib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida musulmon bo'lganligini jakorladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bu qayrindishinglarga dindan ta'lim beringlar, uningga Qur'on o'gitib qo'yinglar va asrni qo'yib beringlar", dedi. Ammo Safvan ibn Umayya Makkada Badri fojiasi tilga ilinsila og'zini tatliq qilib to'liq ishonch bilan: "Oz qoldi. Bugun yoki ata Badrdan qonliq ornumusni oqlaydigan bir xo'sh xabar yetib keladi", deb Makkaliklarga tasalli beradi. Kishilar buning nima gap ekanligini so'rasa, "Bo'lganda ko'ringlar, hozir vaqt emas", deb ularni taqozolikqa qo'yadi. U kunlarning o'tishi bilan hech xo'sh xabarga erishalmaganlikdan keyin shimol tarafdan kelgan karvonlardan Umayr to'g'riliq xabar egalladi va o'tgan kashkanlardan so'rashga boshladi. Axir bir kuni Madina tarafdan kelgan bir yo'lovchi Umayrning musulmon bo'lib ketganligini va kecha kunduz masjiddan chiqmay ilm ma'rifat o'rganayotganligini xabar qildi. Safvan buni anglab, uningga mangu gap qilmaslikqa va abadiy naf yetkazmaslikka qasam ichdi. Az vaqtdan keyin Umayr Makkaga qaytib kelib, kishilarni islom diniga da'vat qilib turib qoldi va uning qo'lida nurg'un xalq musulmon bo'ldi. Bani Qaynuqa jig'i. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga qadam tashrif qilgandan keyin Yahudilar bilan tuzgan kelishimnoma moddellarini biz oldingi boblarda tafsili bayon qilib o'tdik. Shuningdan beri Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu kelishimnomidagi prinsiplarga boshdan oxir qat'iy amal qilib keldi. Musulmonlar tarafdan bu kelishimga xilof birmu g'ayri ahvol ko'rilmadi. Lekin o'z tarixini aldamchilik, xiyonatkorlik va o'z qo'li bilan tuzgan ahdu paymonlariga o'z ixtiyori bilan xiloflik qilib, jinoyatlari bilan to'shqizayotgan yahudilar uzoq o'tmay o'zining bu eski toz kulasini qayta kiyib qopdi. Va osonla o'z aksini tortib, suiqasd, yili-mikir, ig'vogarchilik va qutratqulik yo'lini tutdi va musulmonlarning birlik sepiga buzg'unchilik silishga boshladi. Tuvandagi qurlarimizda buningdan amaliy bir misolni so'zlab o'tamiz. Yahudilarning suiqastlaridan amaliy bir misol. İbn İshaq rahimahullah mundaq degan: Yahudilardan
Şas ibn Qays u özünün yaşanıp qalğanıga baxmay, musulmonlarga qattiq o'chmanlik qiladigan va ularning muvaffaqiyatlariga chidamay ketgan qora niyat edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan Avis va Xazraj qabillardan bo'lib bir bo'lik kishilarning bir yerga jam bo'lib xotirjam, keng qushada paranglashib, uchuq yo'riq o'ltirashgan bir majlisdan o'tib qoldi. Bu holat uning ichini echishtirdi. Chunki texi tunugilla o'zaro urushib, qirg'in qilishib yuradigan ikki qabila odamlari mana bugun islomga musharraf bo'lish bilan birga inoq ittifoq kayfiyatda xo'shal-xo'ram o'ltirmoqda edi. U ko'nglida bu zimindagi yerli xalq arablarni demakchi, ittifoqlashib qopti. Bu bo'lmabdi. Azbroy xudo ular birlashibla qoladi ekan, bizga bu yerda kun yo'q. degan o'yga keldida yenidagi bir Yahudi yigitni buyurib, sen o'g'larning majlisiga berib birdam o'ltirg'in, navbati kelganda gap qistirib, bu az fojiasi va uningdan ilgirki yig'iliq kunlarni eslab o'tkin, shuningga oid she'rlarni o'qib qo'yg'in, dedi. Hiliqi yigit berib uning deganida qilavidi, kishilarning eg'izi ichilibla ketdi. Biri buni, biri uni deb talash tortishga tushdi. O kunlarda kim kimlarni bek qirg'anligidan faxrlandi. Yana kelib ikki tarafdan ikki odam maydonga chiqib, o'zanga so'qishtirib qattiq deyishib qoldi. Ularning zo'qillishlari taraqqiy qilib oxir biri, "Xolsanglar uningga urushqa biz tayyor" deb qo'ydi. Shuning bilan har ikki taraf o'rinlaridan turib g'azabini besish olmay, "Zohirda ko'rishayli, zohirda ko'rishayli." Zohir Madina sirtidagi bir tashliq soy edi. Deyishib qurol yaroq qilich neyzlarini ko'tarib u yerga atlandi. Amaliyotda urush portlig'i tasli qoldi. Uningcha bu xabar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga anglangan edi. Shunga u yinda bor bo'lgan muhojir va ansar sahobalarining hammasini agashtirib, ular sap tortib turishgan yerning ustiga yetib bordi va: "Ey musulmonlar jamiyasi! Ey Xudo! Ey Xudo! Allah sizlarni islomga hidoyat qilgan va islom bilan hurmatlagan tursa, jahiliyatdagi ishlarni Allah burunla tugatayotgan va eng muhimi sizlarni kufrdan xalos qilib, dillaringlarni islom nuri bilan yoritgan tursa, uning ustiga men tahi aranglarda hayot tursam, mushundaq nadonlarcha janjaldashamsizlar?" deb qo'ydi. Natijada ko'pchilik buning hammani shaytonning ig'vogarchiligi va odamiy shayton dushman yahudilarning suiqasdi ekanligini tunib yetdi-da, pushaymon qilishib ko'z yish qilishdi. Avis va Xazraj ikki qabilaning odamlari o'zaro quchoqlashib ko'rishib afu so'rashdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan billa dillarida qilcha g'am g'udur qolmagan holatda qaytib ketishdi. Allah Taala ularning dilidan Xudoning dushmani Şas ibn Qaysning suiqasd uçqunlarini uçurayotgan edi. Mana bu Yahudilarning musulmonlar orasida amaliy silayotgan va silishga urinayotgan hamda islom da'vati yo'llariga to'salg'u paydo qilish uchun ilib berayotgan qudratquluq va og'dirmichilik harakatlaridan amaliy bir misoldir. Ularning buningdan boshqa xilma-xil chora tadbirlari bor bo'lib, ular yolg'on, ta'tir tashviqotlarni tarqatdi. İmani aciz musulmonlarning diliga shak va gumon urug'larini terish uchun attigini musulmon bo'lib kechqurun yenib oladi. Iqtisodiy muomalasi bor kishilar musulmon bo'lsa, uni har jihatdan qisatdi. Masalan, o'zining bo'lsa ati oqshimi so'ylab, amonni zamonga bermay oladi. Uningda bo'lsa bergili unmay harom yeb oladi va sen ajdodingning dinidagi vaqtingda sening bizda haqqing bor edi, ammo endi sen o'z diningni tashlab etgandan keyin bizda hech narsang qolmadi deb bahona ko'rsatdi. Yahudilar mushu yo'lsizliklarning hammasini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan imzolashgan kelishimga xilof holda Badr jangining oldi keyinda qilivergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahaba kiramlar bularning hamon bir kuni hidoyat tepishiga umid bog'lab va Madina rayonining muqimligi va tinchligini nazarda tutib tishini tishiga tishlab sabr qilib kelgan edi. Bani qaynoqa yahudilari o'z putiga o'zi palti chapdi.
Lekin Yahudilar musulmonlarning Badri meydanında mutlaq üstünlük bilan g'alaba qilganligi va yiroq yaqin hammaning dilida musulmonlarning izzat hurmati va shon shavkati o'rin olganligini ko'rib, hasad o'tida ich bag'ri kuyib kul bo'lib ketdi. Ularning o'shmanligi hassilab eshib, oshkora dushmanlashish maydoniga o'tdi va qalaymaqonchilik tug'dirish va parakandichilik silishga urindi. Şəxslər içində musulmonlarga ən öçmənlik və yamanlıq qılıdığını Keyb ibn Əşrəf təfsilatı keyin berildi. Mədində olturaqlaşqan Yahudi qəbilələri içində Bəni Qaynuqa həmidin bək qalcırlaşdı. Onlarning köp qismi zəgərçilik, tümürçilik və qaçquça, çaqçuq, hünər sənəti bilan şug'ullanatdi. Və şu tüpəyli onlarning hər qandıqı öz yanında hər xil qural yaraqlarını ilib yürətdi. Ular Mədinə Yahudilər içində ən cəsur, ən şicaətli qoşunğa ega qəbilə olub, cəngə qatnışalaydigan muntizim adamının sani 700-dən aşatdı. Şoňa ular Yahudilar içində əhdinamini tuncu bulub buzub, öz putuğa özü paltı çapqan nakəslərdən bulub qaldı. Allah Taala Bədirdə musulmonlarni g'olib qilib, ularning inovat hurmatini yuqori ko'tarib edi. Bu Yahudilarning asabiyligi ishib, keng ko'lamda kushkurtish va ig'vogarchilik harakatlari bilan shug'ullandi. Ular hadisla qalaymaqonchilik va parakandachilik tug'dirib, yolg'iz mangan musulmonlarning oldini to'sib, masxira va mazoq qilib, bo'zak etdi. Musulmonlar ularning bozoriga savdo-sotiq bilan kelib qolsa, ularga aziyat yetkizdi va chetga qoqdi. Hatta texmo chekidan ishib, musulmonlarning qiz xotinlariga chaqilishga urindi. Ularning askiliga chekiga yetib, bu xil jinoyatlarga chidab turg'ili bo'lmaganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni yig'ib chiroylicha nasihat qildi. Tinch bo'lish va to'g'ri yo'lda mengishga da'vat qildi. Ularni qarshilashish va dushmanlashishning yomon oqibatidan hazar aylashga chaqirdi. Lekin bu yaxshi nasihatlar ularga aks ta'sir berib, ularning o't quyruqini va mug'ambarligini oshiribdi. İmam Abu Davud rahimahullah ibn Abbas raziyallahu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badr jangida Quraysh qo'shinini yengib, zafar quchib qaytib kelgandan keyin Madina tabasidagi yahudilarni Qaynuqa bozoriga yig'ib so'z qildi. U: "Ey yahudilar jamoasi, musulmon bo'linglar. Qurayshlarga kelgan naslik sizlarga mu kelib qolmasin" degaydi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'ziga javob qaytirib: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sen Qurayshlardan jang qilishni bilmaydigan bir qancha go'llay g'azallarni o'ltirib, o'zingni cho'ng chaqlab ketmagin. Sen biz bilan urushib baqsang, ondan keyin bizning kim ekanligimizni va urush deganning nima ekanligini bilib qolasan. Sen tixi bizdeklarga yo'qluq baqmading" deyishdi. Bu chaqda Alloh taolaning tuvandagi oyati nozil bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, kuffarlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Ey yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri musulmonlarni sonini o'zlaridek 2 barobar upuchuq ko'rgan kuffarlar guruhidir. Ular Allah kuffarlarga qo'rqinch silish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kuffarlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor degan oyatlarni nozil qildi. Yahudilarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qaytargan javobining ma'nosi: "Yomon bo'lsang maydonga chiqqin, urushimiz" deb jang e'lon qilganlik bo'ladi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam achchig'ini yutib sabr qildi. Musulmonlarmu sabr qildi va Alloh taolaning nimalarni o'rinlashtirganligini kutdi. Ammo Bani Qaynuqa yahudilari borgansiri haddidan eshib, noxulisi o'sishga boshladi. Ular shuningdan uzun o'tmayla Madinada qalaymaqonchilik va muqimsizlik tug'dirib, o'z putiga o'zlari palti chepib,
bo'yinlariga o'lim sirtmig'ini o'z qo'li bilan silishdi. Shundoq qilib, bugungi kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.